Kollagenimiz iste'mol qilayotganlar diqqatiga, bilasizlar, ko'riqlobda ikki xil kollagen bor. Ikkalasi ham baliqdan olingan. Men juda ko'p aytaman, parashokli, kapsulali kollagenlarda davri o'tdi. Hazm bo'lishligi juda ham qiyin. Kim parashokli yoki kapsulali kollagenni ichayotgan bo'lsa, baliqdan bo'ladimi, boshqa hayvondan bo'ladimi, ko'riqlob mahsulotlari suyuq gidrolizlangan, bu 10,000 doza, bu 15,000 doza. Buni tarkibida biluron mahsulotini tarkibidagi gialuronik kislota bor. Shuning uchun buni ichayotgan paytda biluron ishinglar shart emas. Agar kimda-kim bu peptid kollagen, bu tripeptid kollagen. Parashokli kapsulalarda aksariyati oddiy kollagen hisoblanadi. O'shuning uchun buni ichayotgan paytda biluron qo'shib ichsa bo'laveradi. Buni ichayotgan paytda biluron ichishinglar shart emas, chunki tarkibida biluronni tarkibidagi gialuronik kislota bor. Shuning uchun shuni aytib qo'yay dedim hammaga.